Xalq deputatlari Qo'shiqbir tuman kengashining 2026-yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xalq deputatlari Qo'shiqbir tuman kengashining 7-chaqiriqida tuman kengashi deputatlik o'rinlari 25 nafar qilib belgilangan bo'lib, 2024-yil 27-oktyabr kuni bo'lib o'tgan deputatlik saylovlarida yangidan 25 nafar deputat, shulardan 13 nafar xotin-qizlarni tashkil qiladi, saylandi. Hozirgi kunda tuman kengashida 25 nafar deputat faoliyat olib bormoqda. Bo'shab qolgan deputatlik o'rinlari mavjud emas. Tuman kengash huzurida 5 ta doimiy komissiya, ekspert guruhi, xalqparvar komissiyasi, yoshlar maslahat guruhlari tashkil qilingan bo'lib, hozirda o'z faoliyatlarini davom qildirib kelishmoqdalar. Tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga kiritiladigan masalalar dastlabki tarzda tegishiligi bo'yicha doimiy komissiyalar yig'ilishlarda ko'rib chiqilib, doimiy komissiyalarning qarorlari asosida sessiya kun tartibiga kiritib kelinmoqda. Xalq deputatlari Qo'shiqbir tuman kengashining mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 30 ta masala muhokama qilinib, qabul qilingan qarorlar asosida sessiya kun tartibiga kiritildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 5 ta masalalar muhokama qilinib, qabul qilingan qarorlar asosida sessiya kun tartibiga kiritildi. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 8 ta masalalar muhokama qilinib, qabul qilingan qarorlar asosida sessiya kun tartibiga kiritildi. Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 10 ta masalalar muhokama qilinib, qabul qilingan qarorlar asosida sessiya kun tartibiga kiritildi. Reglament va deputatlik odobi axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 5 ta masalalar muhokama qilinib, qabul qilingan qarorlar asosida sessiya kun tartibiga kiritilib borildi. 2026-yil 6 oy davomida tuman kengashining 9 ta sessiyasi o'tkazilgan bo'lib, bunda jami 62 ta masala muhokama qilindi. Bular 13 ta hisobot, 10 ta axborot, 10 ta muhokama, 2 ta nazorat tahlil tadbirlari, 8 ta vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash, 19 ta boshqa masalalar bo'lib, muhokamalar yakuni bo'yicha 62 ta tuman kengash qarori qabul qilindi. Jamoatchilik muhokamasida 11 ta qaror loyihasi joylashtirildi. Normativ tusdagi qarorlar 6 tani tashkil etadi. Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan saylovchilar bilan 99 ta uchrashuv o'tkazilib, murojaatlar hamda saylovchilar bilan uchrashuvlar vaqtida aniqlangan muammolar yuzasidan tegishli tashkilotlarga 100 ta deputatlik so'rovi chiqarildi. Deputatlik so'rovlarining 96 tasiga o'z vaqtida, 4 tasiga esa muddatli o'tkazilib javoblar berilgan. Oliy Majlis Senati kun tartibiga kiritilgan 28 ta qonunlar yuzasidan 39 ta muhokama tashkil qilinib, ushbu qonunlar yuzasidan 13 ta takliflar berildi. Oliy Majlis Senatining yangi qabul qilgan 29 ta qonunlar yuzasidan 42 ta targ'ibot tadbirlar o'tkazildi. O'tgan 2026-yilning 6 oy mobaynida bo'lib o'tgan 9 ta sessiyaning barchasi ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Barcha sessiyalar jonli translyatsiya qilindi. Xalq deputatlari tuman kengashining ommaviy axborot vositalarida chiqishlari soni o'tgan 2026-yil 6 oy davomida 431 tani tashkil etadi. Bular televideniyada 8 tani, bosma nashrlarda 13 ta, internet saytlarda 154 ta, ijtimoiy tarmoqlarda 256 tadan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari, Oliy Majlis palatalari va hukumat qarorlari, oliy darajadagi tashriflar davomida erishilgan kelishuvlar yuzasidan ishlab chiqilgan yo'l xaritalarida Qo'shiqbir tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan belgilangan 85 ta loyihalar deputatlik nazorati olib borish uchun tuman kengashi barcha deputatlarga biriktirildi. Deputatlik nazorati doirasida deputatlar tomonidan 85 ta loyihaning barchasi oyma-oy o'rganish ishlari olib borildi. Bugungi kunda 85 ta loyihaning 11 tasi to'liq bajarildi. Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlarining mahalliy yerdiligi xodimlari bilan ham faoliyati samarali tashkil etilib kelinmoqda. Deputatlar o'z saylov okruglarida haftaning shanba kunlari mahalla fuqarolar yig'in binosida sayr, qabullar va uchrashuvlar o'tkazadilar. Sayyor qabullarda ko'tarilgan masalalar yuzasidan mahalliy yerdiligi xodimlari bilan birga hal etish choralari ko'rib kelinmoqda.
Xalq Deputatlar Tuman Kengashi deputatlariga O'zbekiston Respublikasi qonun, qaror va kodekslarning 162tasi berkitilgan bo'lib, qonun, qarorlar ijrosi joylarda doimiy nazorat qilinib kelinmoqda. Bundan tashqari deputatlar o'z saylov okruglarida 24ta savolnoma bo'yicha o'rganish ishlari olib bormoqdalar. Xalq Deputatlar Tuman Kengashi deputatlariga doimiy komissiya kesimida tumandagi idora, tashkilotlar berkitilgan bo'lib, deputatlar hozirgi kunda o'zlariga berkitilgan tashkilotlar bilan ham o'zaro hamkorlikda ishlab kelishmoqdalar. E'tiboringiz uchun rahmat.